O'tgan hafta Avstriyaning Vena shahrida Uyg'ur yoshlarini diplomatiya, xalqaro munosabat va siyosiy bilimlar bilan tarbiyalash kursi ochilgan bo'lib, tarbiyalash kursining ochilish murosimiga Washingtondagi Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbosxonim riyosatchilik qildi. Murosimga Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqun Aysa, Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulhakim Idris, Avstriya Uyg'ur jamiyatining raisi Mavlon Dilshod, Avstriya parlamentining a'zosi Gordon Kugler xonim, Mustaqil parlament a'zosi Marta Besman xonim, Vena yerlik parlament a'zosi Suayib Aqpinar, Amerikaning Vena elchixonasi xodimlari, Yaponiya elchixonasining vakillari va Avstriyadagi Turk tashkilotlari federatsiyasi mas'ullari, Avstriya islom tashkilotlari federatsiyasi mas'ullari va boshqa Uyg'urlar masalasiga ko'ngil bo'lguvchilar bo'lib ko'p sonli kishi qatnashdi. Ma'lum bo'lishicha, Angliyadagi donliq ma'rif organlarining biri bo'lgan Cambridge universitetining Xitoy armiyasi bilan hamkorlashayotganligi oshkorlangan. Cambridge universiteti ilg'or fotonka va elektron markazi tarafidan e'lon qilingan dokladda Xitoy armiyasining harbiy organi bo'lgan Xitoy Osiyo fan-texnik shirkatining sheriklarining biri deb ko'rsatgan bo'lib, bu harbiy tashkilotning amaldorlarining Cambridge universitetida 3 haftalik mashq programmasiga qatnashganligi bildirilgan. Yana bir tarafdan Cambridge universiteti bu hamkorlik uchun Xitoy olam qatnash shirkatidan 2 million yevrodan ortiq pul topshirib olgan. Xitoy hukumat qaramog'idagi organlarda iPhone ishlatishni cheklash qaror qilindi. Bu qarorning qanchalik keng doirada ekanligi texnik aniq emas. Qo'l ko'chisi gazetining bu temaga yaqin manbalarni naql keltirib xabar qilishicha, bu uskunalarni ishlatishni cheklash o'tgan bir necha hafta ichida yuqori darajalik boshqaruvchilar tomonidan xizmatchilarga uqtirish qilingan. Ammo bu qarorning qanchalik doirada ekanligi texnik aniq emas. Amerika davlat bexatarlik maslahatchisi Jake Sullivan Hindiston bilan Xitoy o'rtasidagi ziddiyatning 20 davlat guruhi boshliqlar yig'iniga ta'sir ko'rsatmasligining Beijing hukumatiga bog'liq ekanligini aytdi. Sullivan muxbirlarni kutib olish yig'inida 9 va 10 sentabr kunlari Hindistonda o'tkaziladigan 20 davlat guruhi rahbarlari boshliqlar yig'inidan ilgari Hindiston bilan Xitoy o'rtasidagi jiddiylik haqida to'xtaldi. Sullivan Hindiston bilan Xitoy o'rtasidagi ziddiyatning boshliqlar yig'iniga ko'rsatadigan ta'siri to'g'risida bu Xitoyga bog'liq. Agar Xitoy xolasa orqa kirib buzg'unchilik rol o'ynaydigan tanlashi bor dedi. Filippin prezidenti Bongbong Marcos Janubiy dengizdagi to'qinish sababidan davlatining qonunliq manfaatiga sal qaralganligini aytdi. Marcos 6 sentabr Indoneziyada o'tkazilgan Sharqiy Janubiy Osiyo ellari ittifoqi boshliqlar yig'ini harpisida Janubiy dengizdagi talash-tartish to'g'risida bayonot e'lon qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mavning Yaponiyaning Senkaku orolining Xitoyga tava ekanligini ko'rsatib beradigan Xitoy hukumat xaritasini qaytarib olishni talab qilgan noroziligini qabul qilmaydiganligini bayon qildi. Yaponiya kabinetining bosh kotibi Masuno Hirokazu Xitoyda Diaoyu, Yaponiyada Senkaku deb ataladigan orollarning Xitoyga tavaqif ko'rsatilgan xaritini tanqid qilgan va Xitoyga diplomatik yo'llardan rasmiy norozilik bildirganligini aytgan edi.